Demak, 3 xil vodorod izotopi bor. Vodorodning birligi, vodorod massasi ikkiligi va vodorodning massasi uchligidan foydalanib vodorod molekulasi hosil qilishimiz kerak. Oson yo'li bor. O'sha nechta izotop bo'lsa, 3 ni 2 ko'paytirsak 6 xil bo'ladi. Demak, javob A bo'ladi. Keyingi usuli struktura chizish usuli. Demak, birinchisi 1 bilan 1 bo'ladi, keyingisi 1 bilan 2. Undan keyingi vodorod molekulasi 2 bilan 2. Keyingi molekulasi bunday qilaylik, bir chekkadan yozaylik. 1 bilan 3. Keyingisi 2 ga o'tamiz. Vodorod ikkiligi bilan vodorod ikkiligi massasi, vodorod ikkiligi bilan vodorod uchligi massasi, oxirgisi vodorod uchligi bilan vodorod uchligi, ya'ni 6 ta izotop hosil bo'ldi. Ya'ni 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Xuddi shu tartibda topiladi. Yoki struktura chizib, yoki mana bunday formulasi bor. Hali uni keyingi masalalarda tushuntiraman. Ikkinchi savolni ishlaymiz. 2 xil kislorod izotopidan foydalanib ozon olishimiz kerak. Azonni yozib olamiz va 2 xil kislorod yozamiz. Ya'ni 16 ligi va kislorodda 17 ligi izotoplarni olamiz. Azonni yozamiz, 3 ta kislorod bo'ladi. Birinchi izotopi 16 liklar, ya'ni hammasi 16 bo'ladi. Keyingi izotopi, ya'ni birinchisi deb bo'ladiganimiz, ikkinchi izotopi o'sha kislorod 3 ta birikadi. 16, 16, 17 bo'ladi. Keyingisi oxiridan qarab ko'paytirib kelaverasizlar. Keyingisi 16, 17, 17 bo'ladi mana izotop. Undan keyin bu tarafdan ko'payib ketaveradi. 17, 17, 17 izotoplar bo'ladi. Demak, 4 xil olsak bo'lar ekan. Javob D bo'ladi. 3-savol ishlaymiz. Fosforda 2 xil izotopni olishimiz kerak. 31 lik va 32 ligini oldik. Farqi yo'q. 32, 33 olsanglar ham chiqaveradi. Birinchisi o'sha fosfordan 4 ta yozib olamiz. Hammasi 31 lik bo'ladi. Buni ham 31 lik yozib oldik. Ikkinchisi 31, 31, 31 va oxirgisi 32 bo'ladi bu yoqda. Keyingisi shu tartibda yozib ketaverasizlar. 31, 31, keyin mana 32, 32. To'rtinchisi 31, 32, 32, fosfor 32. Oxirgisi 5-inchisi 32, 32, 32 va 32. Mana hammasini yozdik. Ketma-ketlikda to'ldirdik. Bizda 5 ta chiqdi. Demak, uchimiz A bo'ladi. 5 tadan undan ortiq chiqqani yo'q. To'rtinchi savol ishlaymiz. Ugleroddan 3 ta izotopidan, kislorod 2 ta izotop foydalanib karbonat angidrid yozamiz. Demak, ugleroddan bitta yozamiz. Birinchisini oladiganimiz ugleroddan bitta, kisloroddan nechta? 2 ta yozamiz. Birinchi 12 ligidan foydalanamiz. 16, 16. Ikkinchisi uglerod 12 ligidan yana 16, 17. Uchinchisi yana uglerod 12 ligi turaveradi. Uglerod 17 va uglerod 17 bo'ladi. Keyin endi uglerodda xuddi shunday 12 ligi ham xuddi shunday 3 ta bo'ladi. Bir xil, mana mayli yozib qo'ylik. 16, 16. Endi mana bu 12 bo'lmaydi-da. 13 lik izotopi bo'ladi. Uglerod 13, 16, uglerod 17 tartib bilan. Uglerod 13, kislorod 17, 17 ligi bo'ladi. Mana hozircha yozdik. Buni yana 3 ta, keyin uglerodda 14 ligidan ham xuddi shunday 3 ta chiqadi-da. Kislorodlar mayli yozaveraylik. Buniki 16, 17, 17, 17. Demak, 3 ta, bu 3 ta bilan 4, 5, 6, bu bilan 7, 8, 9 bo'ldi. Demak, 9 ta javob D bo'ladi. E'tibor beringlar. Borda 2 ta izotopni oldim. Vodorodda ham 2 ta izotopni oldim va
boron molekulasi deyapti. Ya'ni boronni formulasi bor H3 bo'ladi. Demak, bordan bitta birinchi zamirni oladigan bo'lsak, bordan bitta Hdan 3 ta olar ekanmiz buni. Buni 11ligini olamiz. Buni 1. Ikkinchisi borda 11 ni olaveramiz. Bu ham H 1. Uchinchisi borini 11lik, yana H 2 bo'ladi. To'rtinchisi borda 11ligi 2. E'tibor bergan bo'lsanglar 4 ta chiqdi. Xuddi shunday keyingisi xuddi shunday borda 12ligi bo'ladi-da, mana bitta. Xuddi shunday. Vodorodlarni ham yozib olamiz. Demak 1. 2. Ya'ni 2. Ya'ni 111, 112, 122 как shunga o'xshagan bo'ladi. 2. Shunday qilib 4 ta, yana 4 ta, demak bu yoqqa 5, 6, 7, 8. Bu 8 ta bo'lyapti. Javob C bo'ladi.